Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz bolajonlar, aziz ota-onalar. Avvalo kanalimizga xush kelibsiz. Oldin va'da berganimdek, 4-qism sen va men va sen sarguzashtlaridan oldin test jarayoni bo'lib o'tadi degan edim. 1, 2, 3 qismlar yuzasidan. Mana bugun shu kunlarga ham yetib keldik. Umid qilamanki, bolajonlarimiz haqiqatda sarguzashtlarni kuzatib borayotgan bolajonlarimiz uchun bu qiziq. Bundan tashqari test bizga nima beradi degan savol tug'iladi. Test bizga shu narsani beradiki, testni ishlashda bolada yoshligidanoq ko'nikma hosil bo'ladi. Ko'nikma, test nima, qanday ishlanadi, nima ekanligi haqida tasavvur paydo bo'ladi. Undan tashqari bolajonlar bilan ota-onalar o'rtasidagi mehr, muhabbat, bir-biriga yaqinlik, ishonch tuyg'ulari oshib boradi. 3-dan boladagi xotira, eslab qolish qobiliyati ortib boradi. Xullas, testni hozir birinchi testimizni o'zingiz baholaysiz. Men dasturchi emas ekanligimni aytgan edim, lekin shunday bo'lsa-da qo'limdan kelgancha harakat qildim. Mana shu test jarayonini yaratishga mehnatimni to'g'ri baholab, like tugmasini bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilaman. Undan tashqari, agar men va sen sarguzashtlarini oldingi 3ta qismini ko'rmaganlar bo'lsa, o'zi har bir sarguzasht bor yo'g'i 3 minutdan 5 minutgacha bo'lgan vaqtni oladi. O'sha qismlarni ko'rmaganlarni kanalga obuna bo'lib, 1, 2, 3 qismlarni kanalimizdagi playlistdan ko'rib olishingiz mumkin. Hammaga bu jarayonda omad tilayman, muvaffaqiyat tilayman. Agar test ishlash jarayonida 80 balldan 90 ballgacha to'plagan bolajonlar agar bo'lsa, ularga albatta test yakunida ilova chiqadi. Google Drive'dan chiqqan ilovada hujjatni bevosita ochib degan ko'k bilan yozilgan yozuv chiqadi. O'sha yozuvni ustiga bir marta barmog'ingizni tekkizsangiz, farzandingizni ismi, familiyasi yozilgan sertifikat chiqib keladi. O'ylaymanki, testlarni ishlash hammamizga oson kechadi va barcha bolajonlarimizga omad, zafarlar tilayman. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin. 4-qismda ko'rishguncha xayr.